Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun menda uborka gullarimni mana bu yerda katta gullarimni to'ldirib shu yerga yig'ib qo'ygan edim. Keyin ventilyator qo'yib qo'ygan edim issiq bo'lmagi uchun bir joyga yig'ib. Endi gullarimni yayratib, katta gullarimni boshqa kengishroq joyga ko'chirdim va bugun mana bu podstavkamni surib, taglarini supurib tozalab, podstavkalarimni ham artib, mana shunaqa chang bo'lgan, artib, tuvaklarini ham tozalab, gullarimni yuvib, suv sepib, dorilab boshqatdan joylashtiraman. Hozir katta gullarimni joylashtirilgan holatini ko'rsataman. Mana katta gullarimni mana tepamiz polniy naves bu yoq ochiq holatda hozir kirlar yoyganman. Shu naves tagida mana salqinda kengishlikni qilib yoyib qo'ydim. Mana sanseveriyalar rosa bolalar yotibdi. Bu palma hech mana shu 5 ta barigi bilan turgan edi doimiy. Yaqinda mana birdaniga mana 3 ta barig chiqadi. Mana yangi barig birdan chiqardi, birdan yoydi. 3 ta barig birdan chiqaradi. Bir chiqarishda bo'lmasa 1 yil davomida mana shu 5 ta barig bilan turdi. Mana yaqinda shunday chiroyli bo'lib chiqdi. Bunda ham videolarimda bor, shuni chiqayotgan vaqtini ko'rsatganman. Chiroyli burali chiqib keyin yoyilib ketardi. Tagida bolachasi bor, bolachasidan ham yangi barig chiqaryapti. 3 ta barig chiqarganiga juda chiroyli ko'rinib qoldi. Sanseveriya ham to'lib turibdi. Bu Dracena bu sanseveriyamda tuvaklari yonida mana 2 ta, bitta, ichidan bitta chiqarib o'zi qattarib ketdi va bu yog'idan ham bitta chiqardi. Bu gulim juda ham ko'payib qattarib ketgan hisobiga katta tuvak og'darib ishga qo'yib qo'ydim. Bog'laganimdan tashqari mana rosa yoyilib ketdi. Buni kichkina tuvakka to'lib ketgan edi. Katta tuvakka o'tkazib qo'ydim. Yonlarida mana 2 ta bor edi. Buni o'g'lim to'p tepib sindirib tashlagan ekan, sheri qurib ketdi, kesib tashladim keyin. Shifleram, piyoz guli va isqa alakazay gulim yana ahvoli yomonlashdi. Endi yana uni qayta davolaymiz. Endi kasallikka chalingan mana shu gulim bor. Bunga hozir men dori olib kelganman. Tagini qo'zg'atgan edim. Tagida hasharoti bor ekan. Shuning uchun hozir men taglarini sal og'darib chiqamanda dori olib keldim. Shuni tagidan ham qo'yaman, barglariga ham sprey qilaman va tagiga tog'ora qo'yib shu dorli suvdan solib qo'yaman. Chunki tagi to'la. Ustida yo'q, tagi nima deydi, cho'lchanga o'xshagan damalla narsa bo'lib ketgan. Ana shuni tagidan dorli suv ichiraman hozir. Buni hozir davolaymiz. Har kun 2 mahal suv sepib qo'yaman. O'ziga ham, oldimizga hovlimizga ham suv sepib qo'yaman. Salqingina bu. Gullarim issiqdan qiynalishmay o'tishyapti. Shunaqa. Mana uzun tuvakli gullarim tushirib oldim. Bular nihoyatda chanqashgan. Hozir chiroyli qilib cho'mildirib suv qo'yaman. Mana bu chanqayganidan bo'lishib qoldi. Bariglari bo'lishib qoldi. Endi bu gulimni podstavkamizni joylashtiramiz. Buni hamda qilganda suriladi bu. Tagida balonchalari bor. Surib bergandan olishga juda qulay. Mana shunaqa surib, hozir suv sepib taglarini tozalab olaman. Bugun viyla gullarimni hamma guli butun hovliga uchadi. Bugun viyla gullari. Hozir bugun viyla gullarimni ham ko'rsataman sizlarga. Gullayveradi, to'kilib hamma joyga uchadi mana. Serenimda bugun viyla gullarimni gullari. Shunaqa bu gullar to'kilaveradi, yana ochilaveradi. To'kilaveradi, ochilaveradi. Tinmay ochiladi, ko'rsinglarsin. Bunimda ham
dori chiqaryapti. Muhammad suv yutib oldi, shu qarada. Odstavkaning eng yaxshi yo'li xohlagan joyingizga surib olib borasiz. Va bunga shunaqa qilib yuvib olasiz. Qoch Muhammadim, qoch. Hozir katta gulimni ham surgan edim. Ana shunaqa bu uzun qora chuvalchangdek bo'lib ketgan ekan. Mana bu kaktusimni surdimda hozir. Ana shunaqa bu ko'p gullarim shunday bo'libdi. Endi shunga hozir dorilayman yoki. Rosa chimoli, keyin xuddi uzun qora qog'ozga o'xshagan narsa bosibdi gullarimda. Endi shunga ana shunaqa narsa bo'lgan. Hozir dori olib keldim, hozir hammasiga dori quyib olaman. Mana ichi tabletka. Mana shunaqa narsa olib keldim. Green Belt degan Excel Divine Effect degan 10 litr suvga bitta tabletka bor ekan. Bitta tabletkani avitish kerak. Yana men avitdim. Ana shuni avitib ancha bo'ldi, yarim soat bo'ldi avitib qo'yganimda, shuning uchun mana ezilib ketdi. Endi buni yaxshilab aralashtirib, gullarimni hamma gullarni, naryoqdagi katta gullarimni ham hammasini tagini qo'llab oldim. Ham tagiga quyib chiqaman, ham sprey qilib chiqaman. Hozir men bularni yaxshilab aralashtirib, birmasiga kelguncha nima qilaman? Mana shuni to'ldirib hozir bitta sovib olaman, keyin gullarimga berib chiqaman. Qolgan tagiga quyib chiqaman. Qolgan ustidan sprey qilinadigan gullarimni ustidan sprey qilib chiqaman. Mana shu nima deydi? Shiraga, o'rgimchakka, ana shunaqa har xil hasharotlarga, chumollarga eng zo'r effekt beradigan shu ekan. Shuni ishlatib ko'raman. Agar bu ham samara bermasa, keyin HPdan olib kelaman. Yo'q, anavi bor-ku yana bitta. Aktara, shundan olib kelaman. Aktara topolmadim o'zimizda. O'zimizda bori shu ekan, shuni olib keldim. Yaxshi birmasiga keyincha aralashtirib olayin. Aralashtirib bo'ldim. Nozet aralashmas ekan. Endi mana bunga sovib olaman. Ketildi. Nozeti to'kilib ketadi. Bunaqa qilib mana shunaqa qilib sprey qilib olaman. Hozir undan oldin bularni hammasiga quyib olaman. Tagini namlab chiqqanman. Shunaqa qilib berib olaman.
keyin podstavkaga taxlayman, chunki podstavkam dog'ib qolyapti suvdan. Shuning uchun birinchi spray qilib olyapman, keyin joylayman. Mirzaterazini yaxshilab sepaman. Shunday o'rgimchak bosgan. Aynan bosib olaman. Şimdi tagidan chiqdi qog'ozlar. Ichkarida ham bitta nima esimdan chiqib ketdi. Shu gulimni hozir. Mastera gulim bor, kattagina. Har haftasiga barg chiqaradi. Shunday haftasiga bitta barg chiqaradi. Juda ham katta, barglari ko'payib, ustuvagiga sig'may boryapti.